Bolani ovqatini berdingizmi, kelin? Ha, oyi. Choynakka qaynagan suv quyib yuboring. Achchiq bo'lib ketibdi. Voy, salatni ham sovara qoling. Xo'p. Lolaxon, yana bitta non ham ovoring. O'zingizni qo'lingiz bor-ku, opajon. Nonni yedirib ham qo'yarman balki. Voy, Yo'q, o'zim yeyman. Yeydigan bo'lsangiz, turib o'zingiz oling. hey, qizim, bu qanaqa muomala? Qaynanangiz borligi esingizdan chiqib qoldi shekilli. Oyijon, Ha, ovqatni men qilsam, uydagi hamma ishlarni men qilsam. Endi ovsinim ish buyurishi ortiqcha. Ikkita bolam ham yetadi menga. Sal odamda vijdon bo'lish kerak, vijdon. Nima, ikkita piyolani yuvib o'zingizdan ketib qoldingizmi? Qanaqa ikkita piyola? Hamma ishni men qilaman-ku. Siz bo'lsangiz ishdan qochganingiz qochgan. bo'ldi qilinglar. Voy, o'lmasam. Eshityapsizmi? Ovsinimi gapini, oyijon? Lolaxon, ha ovsiningiz sizdan katta. Ovsiningizni hurmat qiling. Unda bulayam insof bilan uy ishlariga qarashsin. Nuqul xonalarga kirib ketadi. Voy, Yakshanba kuni ovqatlarni o'zim qilaman e'tiboringiz uchun. Uylarni ham o'zim yig'ishtiraman. Yastanib yotganim yo'q. Haftada bir marta qo'l uchida qilasiz. hey, Namuncha? Tillaringiz burroq bo'lib qoptimi, ha? Yangi kelinligingizda spogini edingiz-ku. voy, Yoki andishali kelin niqobini taqolganmidingiz? Charchadim. voy. Eshityapsizlarmi? Hammasidan charchadim. Boring xonangizga. Nimaga men ketarkanman? Chunki janjalni siz boshlayapsiz. Xo'p desangiz bo'ladi-yu, biroz. Mayli, hali o'g'lim kelsin. Ana o'shanda siz bilan gaplashaman. Boring, ko'zimga ko'rinmang.